Assalomu alaykum qadrdonlar. Yog'ochimiz keldi. Qachondan? Sizlar anaqalarni ham ishlatib qo'ydim. Qadrdonlar ikkita mashina bo'lib qoldi. Boruvdik. Bir tog'amiz bor shu uzundan. Ehsonga nima qilib beraman deyapti. Bir hojonamiz taklif qilgandi bu tog'amizni. Qisqasi ikkita mashina bo'lib qoldi-da. Uzun ham endi yaqin joy emas-da. Ashunga So'rayman yo'q. Ha, yuraylar. Evet, hoppa. Ya siz kameraga qarang, mashina qarang. Qadrdonlar qisqasi ustalarga nima qiluvdik, pena bo'ladi. Usta haqisidan beruvdik. Berishimiz kerak edi. Men ajratib qo'ydim. Iloji yo'q, borib bugun yog'ochovarni faqat to'singa borib hozir tarafi reka ham olib kelyapmiz. Endi bugun maksimal qo'llavermasanglar bo'lmaydi. Mana shu yog'och 1.200.000 ekan. Mana shu yog'och. Buni yarmi bir pachka bo'lar ekan, 25 kvadrat ketadigan. Ashi 650.000 turar ekan, bizga 1.160.000 ga ashi Hoji tog'am aytib, nima qilib billa oldingda Hoji tog'a bilan, uzul Hoji tog'a bilan. To'sindan sasni olib ketdi endi. Mana bu tog'amiz yo'q qoldi-da. Ha. Anjoni sog' bo'lsin. Sizni ustalar yomon ko'rishyaptimi? Nimaga? Ustalarga beriladigan alohida pul bor edi-da. Yo, beravering. Yo, siz borib qoluvdingiz, yog'ochovardi-da. Ha, shuni yo'q ko'rishyapti degan yo'q. Rahmat. Bir hisobda yaxshi, bir hisobda bir tarafdan nima emas. Hech gap emas, buylar. Hamma Anjoni sog' bo'lsin. rahmat. Qadrdonlar, to'rga 14 lik nima oldik? Rossiyskiy sasni to'singa bemalol ko'tarib, biz hamma shunaqa qilar ekan bu yerda. Shunday, to'g'ri. Bizda endi mana yumalab kerak tashlanadi-da. Ha, to'g'ri. Bu yerga endi bundaqada. Tornisiga buni oldik. Torniga. Strapelga 6 metrligidan oldik. Yaxshi ekanmi aka strapelli? Zo'r ekan. Mana. Mana rekani har bir metrini 7000 qanchadan ham oldingda 1 metrini. Qog'oz, telefonimni rasmga olgandim. Strapelda 12 ga to'liq to'rini oldik. Xudo xolasa zo'r. 10 ligini ham xohishyapti hozir kunda. Biz tomimiz ichida endi ustunlarni ko'pgina qo'yamiz, mayda juda yog'ochlarimiz bor. Buni 105 mingdan beri qadrdonlar 115 ming sotayotgan ekan. 10 ming so'mdan har bir donasidan o'tib berdi. Duo qilib qo'yasizlar shu yog'och furush akalarimiz ham 10 ming so'mdan o'tib yorisham hozirgi kunda oson emas. Qisqasi daftarini ko'rib, ashi o'zlari kelgan narxidan bizga berishdi. Reka oldik 250 metr 32 tami 34 tami strapel oldik. Sanamadinglarmi? Yo'q, qog'ozda bor ashi videoda oxirigacha aytdim. 34 bo'lsa kerak. Reka oldik, to'sini oldik. Qo'lni motor mana uyga yetadigan. Yana 5-6 ta mana o'zlari ham yog'och qo'shib berdi keyin. Ustunlarga. Ustajon. Takdilar. Normalnimi? So'qilni to'g'rilab orasini men qo'ygandim. Bo'ldi. Yo'q, unaqasi. Ha? So'qilni mashinaga qarab urmasa, ikki ortib urarsa. Yo'q, uraman ha. Ha, ikki ortasanmi? Ha. Ertadan uraverasizmi? Nasıl? Kim onasini qachon qo'yasiz? Ertaga qo'yaman. Ha. Ustajonni ham ishlari mana yurib qoldi. Hozir yechib qo'yapman, o'tkazib hech qiyin bo'ladi-da. Ha. Men yechaman o'shani, qotgan joyga. Hozir qo'yib yubormaydimi yerlar? Yo'q. Faqat ashad yechyapsizmi? Ha, faqat shaqib yecham bo'ldi. Ha. Yog'ini to'g'ri yecham. Keyin nima oldik?
Ha, qo'yavering. Tarnov tagiga buni taxtadan oldik, qadrdonlar. Polli taxtadan tarnov tagiga orqasiga. Bu yerda unaqa qoqishmaydi ekan, tarnov tagi nimaga? Endi biz va ham ustalarimiz Anjandan. Bu yerda. Ha? Bu yerda. 17 ekan. 17 tadi. Va qog'ozda bor, qog'oz. Ha, shunaqa gaplar. Endi qadrdonlar, iltimos sizlardan bu video qachon chiqadi bilmadim. Agar 1-2 soatdan keyin chiqaradigan bo'lsak, qachon ko'rib turgan bo'lsanglar ham, mana shu tomimizni qolgan mahsulotlariga yoz ustalarni pulini bermasdan qirishtirib, bor pulga mana shunta endi nech pul qoldi? Naqd pul. Mana. Mana bu 450 ming. Mana 70 ming. Bu yerda hali bitta tog'a 100 mingmi pul beruvdi. Ruslanjon, men ketdim. Sog'lik, salomatlik. Qadoni sog' bo'lsin, rahmat katta. Opaga salom aytib qo'yavering. Bo'ldi. Tot. Mana ko'ryapsiz. Aha. Salom aytib qo'ying. Kimga salom aytib? Opaga-da. Shoir opa, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin, yaxshi kunlarga uchrashaylik. Iso qilakanlarni bitta duo qilib qo'ying. Yo'q, men qo'ydim. Borchi. Nima deyapsiz? Ehson qilayotganlar Shu odamlar ehson Shu qilyapti. odamlar ehson qilayotganini umri uzoq bo'lsin, Alloh taolo nimasiga savobga savob qo'shilishini amin. Alloh akbar. Siz ham tan joni sog' bo'lib, mashinangiz tayyordan shamollab yuraversin. Alloh akbar. Akmaljon yaxshisiz? Taniman der. Taniysizmi? Keldim siz yo'q edingiz. Ha. Shoir opa degan hoji onamiz bor, biz obunachimiz. Bizni oldin tanimadingiz, to'g'rimi? Yo'q, taniman. Aytgan uzundan tog'amiz, siz yordam berib turinglar, mashinangiz bo'lsa ham deb Toshkentdan hozir. Ha, opa, hozir Toshkentda. Opa Toshkentda. Bu qara tanisiz. Ishlagan. Ishlaganman. Avvaldan taniyman. Ha. Sog'lik, salomat. Akmaljon, mayli, sog' bo'ling, mayli. Sog' bo'ling. Rahmat. Bo'pti, tog'a. Yaxshi, mayli. Rahmat. Mayli. Bo'ldi, qandani sog' bo'lsin. Sog' bo'ling, mayli. Ehsonda har xil yo'nalish bo'ladi, qadrdonlar. Ashxojona shoiraholi. Telefon qilib, mana tanishida bir paytlar uyda ishlagan ekanmi, shunaqa ekan. Shunaqa ish bo'lyapti deb da'vat qilib qo'ygan mana shu ishga. Surxondaryolarda qanaqa tanishlar bor, xizmatdoshlar bor sizlarda ham. Hech bo'lmasa hasharga atinglar. Yoki bir uyda bir 4-5 ta og'ochi bo'lsa atinglar bersin. Ashunaqada endi, mana qo'l bitadi bu ishlar. Surxondaryoda hammaning xizmatdoshi bo'ladi, to'g'rimi aka? Videomizni tashlaylar sizlarga. Qo'yolmayapti-da, Kemin tagiga Endi Buni ham bir yo'l ovorish kerak. hasrat suraveradi bu yog'iga. Bu pulni ham oshirib qo'yganimiz sababi qadrdonlar miq olishimiz kerak dedimi? Endi yaqin bo'lganda Dimakan miqib beraverardi Toshkentdan. Ya uzoq. Tomonni qarab o'g'lim. Ha, tomonni qarab. Nima taraf bo'lsin bo'ldimi? Bitta ko'rib beringlar, shadimiz. Tomonni bosgan. Bizda mana kafilchilarimiz bor, qadrdonlar. Mabodo hasharchilar bo'lsa, kafilchilar surtiydigan. Aytinglar, bir kelsin. Bir kunmi, 1 soatmi, 2 soatmi qissasini qo'ysa, mana chorniyni qo'ygan. Bizga o'xshab monda chorniylar bo'lmaydi ekanda, terada o'tkazgan. Mana mencha og'ochlarni o'rtasidan bo'lib qo'yar ekan mana qilib. Ashini mashina bir donasi hozir. Nima burchak? Mashina chorniymi hozir? O'zi hamma ko'pi ashunaqa. Mashina bir donasi 5000 so'm turar ekan. Olaverasiz ekanda. Nechta kerak bo'lsa. Uyda o'tinni so'zdan ancha pul bo'lar ekan. Boshi gap keldi. O'sha gap keldi, so'zsiz bo'lmadi, biz gahor ekan o'tirlar. Hozir aytayman. Mana shu bo'y qilib taxlab qo'yar ekan. 650 ming so'm ekan. Bir pochka deyishar ekan. 25 kvadratga yetadi deydi ekan. Qanaqa olsam yetadi desiz, mana mononi qayerga qo'ysangiz ham mana shu 3 foyda beradi xolos hozir. Mana shuni orasini 10 sm ochib qo'ysangiz yetar ekan. Ha, bizda ochiq qoqilmaydi-yu. Yopishtirib qoqamiz-ku biz.
Hozir 20 kvadratga yetadi degani 10 kvadratga yetadi. Ana uchun 2 pachka olaverdim. O'zimiznikilar bilan yetib qoladi. Bu o'zidan yo'qqa chiqib qoldi ham. Mana qaranglar. Mana. Uzun avtobusni yo'lyapman. To'sinlar terilib bo'ldi bu tarafga. Endi qadrdonlar ertaga nariyadan to'sin terib olgandan keyin mana periodkalarni bittani quyib qo'yamiz. Keyin bitta odam sekin blogini uraveradi. Tomga chiqib, tom o'zim ham sal nima qilib tomni tezroq yuboramiz, o'zim ham ishlayman endi. Videolar oz, poz chiqib qolsa xafa bo'lmaysizlar. Mana shu zerikarli video chiqib qolsa ham, qanaqa video chiqib qolsa ham qadrdonlar, bizni qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Bu yerda asosiy maqsadimiz shu oilani baxtli qilish bo'lyapti. Hali videomiz sal zerikarli bo'lsa, shatchi ketib yubormanglar. Mana kartaga befarq bo'lmasdan, hech bo'lmasa like bosib, bitta odamga video jo'natib qo'yib, keyin chiqatinglar iltimos sizlardan. Asosiy maqsad bu videoni maza qilib bir anaqa ko'rish emas, bir qiziqarli qilishga harakat qilyapmiz, lekin mana 4 soat bo'ldi ketganimga. Hali abidki video, har kuni abidda video qo'yardim. Hali turibdi hozir oldingi video qo'yilgan yo'q. Mana shu yog'ochni olib kelib olay deb. Mana hozir yomg'ir boshladi. O'zi kechikirdi ham. Men ham tekislash yoribdi mana. Tekis qilib, endi hozir yomg'ir yog'adi. Ertamamda kirganimizda bunday qilib tepalasa o'zi qarashib ketadi bu. Bir-biriga yopishib. Salafanni solib stashkani qo'yaveramiz. Salafan zax chiqarib berib tepadan. Pastdan. No problem, bratish. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tek. Tek. Yo'q, hozir yaxshi gaplashamiz. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan obunachilar, kuzatuvchilar, aka-ukalar, hojonalar, hojotalar, hammalaring borlaringga shukr. Sizlar borsizlar, mana shu yerda biz bormiz. Kelaversa, mana shu uyimiz tikka bo'lyapti. Uzoqdan ko'ra musofirlar, ayniqsa musofir aka-uka, opa-singillar hammalaringga kattakon rahmat. Borlaringga shukr, sog' bo'linglar. Doim bola chaqalarni boshlagan eson-omon. Nimaki ko'zlab niyat qilgan shu musofir ketgan bo'lsa, hamma niyatlaringga yetib, nima deydi? Ko'pi bilan yetishib kelinglar. Xursandchilik bilan uylaringda qaytib kelish nasib qilsin. Musofirda bo'lganmiz. Barakalar bo'lsin, qo'yib qo'ying. Musofirda bo'lganmiz aka, nimaki niyat qilib borgan bo'lsak, niyatimiz amalga oshgan payt shunchalik xursand bo'lganmiz. Xuddi bizdan shu xursand bo'lib, biz singari yurtda mana shu farzandlarimiz boshiga eson o'ynab kulish nasib qilsin aka-ukalar. Sog' bo'ling, avvalambor shu ehson qilgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, hojona, hojotalar, borlaringga shukr, rahmat. Ehsonlaring jannatda boshlaringda sayobon bo'lsin. Hammamizni jannatlarda uchrashaylik. Bizni qilgan, bizni qo'llab-quvvatlagan, mana kommentariy yozgan, like bosgan aka-ukalarimizga ularga addushi rahmat. Sizlar borsizlar, biz ko'pchilik yetib borib shu videomiz tarqalyapti. Rahmat sizlarga. Mana shu uyda ehson qilgan, mana uydagilar mojbit bilmas yoki biz ham aytish mumkinda. Kimdirda duo qilgan bo'lsa, kimdirda esdan chiqib ketgan bo'lsa, mabodo ana shu aka-ukalar hammalaring qilgan ehsonlaring joyiga yetib boryapti. Agar qilmagan, duo qilmagan bo'lsak, ular haqlaringga nasib bo'lsa keyingi videoga qilarmiz. Yo agar esimizdan chiqib ketgan bo'lsa, Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aka, sizni ham boringizga shukr. Shuncha joydan uzoq yurtdan keldingiz. Hurmat qilib, rahmat sizga ham. Islomjon aka, sizga ham rahmat akajon. Shuncha mashinaga ketganimda, kelganlar uchun endi rahmat aytib qo'yganimizdan endi ko'ngilga ta'no qilib, shuncha men xursandchiligimdan aka har birimiz tushunasizmi? Jigar, shu musofir turganlar ko'pchiligi duo so'rayapti sizdan. Bitta duo qiling, ehson qilganlar. Mana jigar. Amin. To'xting. Hozir hali aytdim-ku, ustalar pul ajratib qo'yapman, qolganiga to'sinab kelishim kerak deb. Shu ustalarni sizlarning pulinglarni hammasini qo'shib
Hozir to'sin strapil qisqasi tom yog'ochini olib keldim. Endi mayli ustalar qo'yib turaylik, oshinib olsak, mana shu nima qilamiz? Bo'lmasa efir ko'ramiz bitta. Har bitta odam mana shu ehson qilganlarni keyin bugun har bitta odam bittadan shipirga qadrdonlar, iltimos. Shipirga ehson qiladiganlarni ham qo'shib duo qiling. Amin. Kim shipir biramam qilgan odamlar, ehsonchilar bor bo'ldi. Allohim ehson zo'r bo'lsin. Shu shipirda ettada menda 100 ta, bittasida 100 ta. Allohim kim bu yerdan ehsonni mimi bo'lib ketsin. Allohim ishlarida baxatalar bo'lib suyda tez onada bitirizda bizda ham nima bersin. Allohim sabr bersin. Allohim kushada bersin. Hamma hoji onalarimizda ham sog' bo'lsin. Hoji otalarimiz ham sog' bo'lsin. Katta hoji otalar qancha bo'ldi ehsonni o'ylar. Ertada shipirimiz bor. Allohim hoji onalar o'shandan biz o'tinib so'z o'raylar. O'tinib ertada mana shipirda pulni otdim deb hamma 100 so'm jonni nima qilsin? O'yladi qilsin. Mana otdim shipirda pul deb suyda tez onada bitirizda nima bersin. Allohu akbar. Ilohim mana shunday bo'lsin. Qadrdonlar, 100 dona shipir olishimiz kerak. Keyin 3-4 ta taxta olmadim hozir murlar. Chunki pulimiz yetmadi. Miqqa pul oshirib qoldik. Keyin 100 dona shipir oldiga, nari oldiga 12 metrdan 24 metr tarnov olishimiz kerak. Lekin shu paytgacha mana nechta proyekt qildikki, ash tarnovni hamisha bitta odam ilib ketadi. Men o'zim olib beraman ash tarnovni deb. Jigar, ash inson kimikina? Bor. Kim birinchi? Temir joyi doim tanlash oladi. Nimaga desanglar, haliga uzoq turadigan narsaga ehson qilaydi-da ko'pchilik. Aka. Temir chirinmaydi, boshqa bo'lmaydi, to'g'rimi? Kamida 30 yil, 40 yil, 50 yil turadi. 50 yil sizga savob borib turadi, ash tarnovdi. 24 metr tarnov, telefon qiling, ungacha hisoblab qo'ygan bo'lamiz. Bo'lmasa shunday tashab turib, tarnovga tashadim deb biron qilib olinglar. Kimda kim bitta shipirga kuchi yetsa yoki 10 ta shipirga kuchi yetami, aloqaga chiqinglar, iltimos qadrdonlar. Mana shu kartalarimiz befarq bo'lmanglar. Ertaga yog'ochlarni ko'tarib indinga shunday shipirlar yopib olish nasib qilsin. Keyin shu ustalarni mana beton qo'yildi, sesma qo'yildi, blok urildi. Kim ash ustalarni usta haqisiga, peshana terisiga yordam qilaman desa ham ustalarga deb turib alohida nima qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Izlashtat qiling.